Implantchi, implant boshqa dunyo. Siz bir oyda bir marta yoki 3 oyda bir marta yoki 2 oyda bir marta pastelda partnyoringiz bilan aloqa qilayotgan bo'lsangiz, uje siz u bilan aka-singilsiz. Asorati nima? Aytaymi? Doimiy mazza qilib jinsiy aloqa qilishingiz bu asorat. Xohlagancha jinsiy aloqa qilishingiz bu asorat. U yog'i zo'r bo'lib ketadi. Hamma pastelda sizdaqa zo'r erkak, super erkak bo'lmaydi. 25-30 yoshdasiz, sizda bu narsa kuzatilmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin o'zingizni oilangizda yaqin otangizda bu muammo kuzatilib, sizga ayta olmagan dardini yashirib turgan bo'lishi mumkin. Ushbu otaxonni vaziyatini farzandlarga tushuntiraman. U farzandlar agarda otasini tushunsa, holatini bilsa, bunga yechim topish beradi farzandlar. Jinsiy olatni bitta knopka bilan turgizish, ya'ni implant qo'yish bo'yicha bundan oldin video rolik qo'ygan edik YouTube sahifamizga. Juda ham keng qamrovda savollar kelib tushdi. Faqatgina sahri bor insonlarga bo'ladimi yoki avtoavariya bo'lgan insonlarga bo'ladimi? Shuni qo'ysa faqat shu inson foydalanadimi deb. Xo'p, aslida bu nima uchun qo'yiladi? Nima keragi bor? Qanday insonlarga qo'yishlik kerak degan narsalar bugun yana ham kengroq yana ham yoritamiz. Ko'p u savollarni bergan insonlar statistika qilganimizda 50 yoshdan yuqori insonlar ham yozgan. Ya'ni 50-60 yosh atrofidagi otaxonlarimizda ham bu jinsiy zaiflik kuzatiladi. 50-60 yosh atrofidagi otaxonlarimizga ham implant qo'yamiz. Endi bu nimaga faqat ularni sahrlarda aytdingiz deyshadi. Qandli diabet bilan shu aziyat chekayotgan, ya'ni sahr kasalligi bilan aziyat chekayotgan insonlar nafaqat O'zbekistonda, butun jamiyatda, butun dunyoda ko'p. Jinsiy zaiflik bilan ham olishib, kurashib, doimiy ravishda tabletka bilan jinsiy aloqa qiladigan insonlar ham ko'p. Ya'ni 50-60 yoshda Viagra, Sinagra yoki Tadalafil boshqa tabletkalarni ichishadi. Adabiyotlarda ham yozib o'tilgan, bu tabletkalar doimiy iste'mol qilishlik yurak xuruji, taxikardiya, bradikardiya va yurak qon tomir kasalliklariga olib keladi deb aytilgan. Shuning uchun hozir siz, ya'ni yoshingiz 50-60 atrofidami, 40 yoshdamisiz, agarda Viagra yoki boshqa jinsiy aloqani vaqtini uzaytiruvchi dori vositalarni ichib jinsiy aloqa qilayotgan bo'lsangiz, darhol to'xtating. Ya'ni sizning yuragingizda keyinchalik asorat bo'lishi mumkin. Bu dorilar kimga beriladi o'zi? Chaqaloqlikdan boshlab yuragida parogi bor, yuragida muammosi bor bemorlarga beriladigan dorilar. Bu tarkibiga ham yozib qo'ygan. Endi implantchi, implant boshqa dunyo. Dori-darmon boshqa. 50-60 yoshdan keyin bilaman, sizda jinsiy aloqa susayib ketadi. Ba'ziga oilaviy sharoitlar bilan, ba'ziga muammolar bilan kimdir ayoli olamdan ko'z yumadi yoki farzandlari shu otasini o'ylagan holatda otasini baxtli qilish uchun yoki yumushlarni shu bizga ayta olmaydi yoki kelinlariga ayta olmaydi deb turib boshqa ayolga uylashadi. Endi yosh 50-60 yosh erkaklarimizga 40 yosh atrofidagi ayollarni olib bersa, ularda hozirgi jinsiy xohishlar bo'ladi. Klimaks davridan keyin ham, klimaks davridan oldin ham. Endi bu ayollar ham jinsiy aloqani xohlagan kabi bu erkak kishi o'z vazifasini bajarishi kerak. Siz bir oyda bir marta yoki 3 oyda bir marta yoki 2 oyda bir marta pastelda partnyoringiz bilan aloqa qilayotgan bo'lsangiz, uje siz u bilan aka-singilsiz. Yuqorida aytib o'tgan statistikamda shu aka-singil bo'lib qolgan akalarimiz, hojakalarimiz yozdi. Faqat shu sahri bolalarga ishlatsa bizga bo'lmaydi ekan deb. Qaranglar. Bu jinsiy zaiflik muammosi bormi? Borki, shu hamma insonga qo'ysa bo'ladi. Buni qanday asoratlari bor deyiladi. Asorati bitta. Bu shu protez reaksiya berishi, dori reaksiya berganda. Bu ham hozirgi kunda 10 mingtadan 2 ta yo 3 ta odamga reaksiya berishi mumkin. Ya'ni bu ham dori vositasida qaysidir bemorlarda antibiotiklarga allergiyasi bo'ladi-yu. Bu ham shu allergiya qo'zg'atishi. Buni olsa u hamma joyga tushadi. Protezda olib qo'yiladi, yoqmadi deyiladi, bo'ldi. Bu yerda shu bitta muammo, shu qo'rqinchli joyi. Boshqa muammo yo'q. Chunki muammoni ochiq aytmasam, hali savollar kelib tushib, nima asorati bor? Asorati nima? Aytaymi? Doimiy mazza qilib jinsiy aloqa qilishingiz bu asorat. Xohlagancha jinsiy aloqa qilishingiz bu asorat. Yaqinda bitta bemorimizga protez qo'yib berganimizda ayoli o'zi boshqa ayolga ham uylaning deb yoribdi-yu. Bu haligi yolg'on narsa emas. Bemor bilan suhbat qilganimizdagi kadrlarni, zvuklarni ham qo'yishga harakat qilamiz. Qo'ysak, natijada bu sizga qiziq natijasi. Asha organizm bo'lmadi, tekshirib turadi. 2 marta. Ashani chomda haligi 2 yildan oshib ketdi-da o'zi. Oshdi nima, ayolim kutib olgandan keyin
Bunga yangi uylanadigan bo'lib, muomala qildirdim-da, mana ish muomala qildirdim. Qashimchalar uylanganlarga ko'rasiz, ahvol ayni bunaqada nima ko'rmaydi, kishini. Lekin protez qo'ydirgan odam men ko'chaga chiqib protez qo'ydirdim deb sizga aytmaydi. Protez qo'ydirdim degani haligi bu kimga aytadi? Oshnasiga ham aytmaydi bu narsani. Shuning uchun bu narsani keng natijalarda qo'ya olmaymiz. Hamma urologlar qo'ya olmaydi. Implant qo'ydik, ko'rsatdik, turgizdik, mana knopka bilan turdi yoki o'zi boshqardi buni degan savollarga javob olamiz. Endi bu jinsiy aloqada knopka bilan turgizganda bu mexanizm qanday ishlaydi, yo qo'lda ishlab turib yuradimi yoki telefonga bitta essa yonadimi deyshadi. Bu knopkani o'zingiz boshqarasiz. Ya'ni ikkita oldingi videoda ham aytganman, moyaklaringiz orasida, yorg'oq xaltasida uni ezadigan joy bor. Oldinlari shu 50-60 yoshdagi insonlar ko'rayotgan bo'lsa, uyda kachalka deymiz, suv chiqaradigan joylar bo'lgan. Kachalkani essiz suv chiqadi, to'g'rimi? Bunda ham essiz suv turgizadi, ichidagi modda suyuqli va yana knopkani essiz yotkizadi. Buni faqat shu yorg'oq orasidan qilishingiz mumkin. Endi knopkasini qanday boshqaraman deb so'raydi. Bu juda ham oson. Qo'lda tasavvur qiling, lineykani egiluvchanligi bo'ladi, plastmassa. Bundoq qildingiz, bukildi. Bundoq qildingiz, turdi. Bo'ldi, mexanizmi shu. Shunaqa qilib boshqarasiz. Hech qanaqa mashinani pultiga o'xshagan pulti yo'q, telefonda boshqarish yo'q yoki siz o'ylagandaqa haligi qanaqadir fikrlar yo'q. Endi buni qanaqa qilib o'rnatamiz? Operatsiyaga necha kun ketadi, qancha vaqt ketadi? Bunga qana tayyorgarlik qilib boraman degan savollar bor. Saxri bor insonlar, saxrning qandli diabeti 6-8 oralig'ida yurish kerak, stabil. Oddiy qilib aytganda, shu saxri bor insonlarda saxr qandli diabet miqdori organizmda 6-8 oralig'ida bo'lsa bemalol qo'ysak bo'ladi. Qo'rqmaymiz bundan. Endi oddiy shu jinsiy zaiflik bilan 50-60 yoshdagi odamlarchi degan savol tug'iladi. Bunda protez qo'yishimizdan oldin tekshiruvlar bor. O'zi tekshiruvda asbobni, ya'ni polochlenda dopplerografiya qilamiz. Bu yerda qonlanish buzilgani, ya'ni g'ovak tanada qonlanish buzilgan, qancha chandiqlanish bor degan savollarga javob olamiz. Buni qo'yish oddiy, operatsiya jarayoni o'rtacha yarim soatdan 1,5 soatgacha davom etishi mumkin. Operatsiyadan keyin ertasi kuni yurasiz bemalol. Faqatgina jinsiy aloqani 20 kun, 25 kundan keyin qilasiz. Chunki bu yerda shu to'qima, yod modda organizmingizga moslashib olish kerak. Moslashib olgandan keyin bo'ldi, u yog'i zo'r bo'lib ketadi. Hamma yo'q, pastelda sizdaqa zo'r erkak, super erkak bo'lmaydi. Endi bunda qayerdan qo'yiladi, qayerdan kesiladi, asbob kesib yorib qilinadimi deyshadi. Yo'q. Bu yerda jinsiy olatni pastki qismidan o'zi 1,5 sm kesiladigan joyi bor. Ya'ni yorg'oq bilan pastki qismini oralig'ida. Shu yerdan 1,5 sm kesamiz. Shu yer orqali g'ovak tanani bu yerda shu muskulga bog'lab turadigan joylari bor, to'qimani. Shu yerdan o'zini joyi bo'ladi. Shu yerga protezni qo'yamiz. G'ovak tanani ichiga qo'yiladi. Ikkita g'ovak tana bo'ladi. Bu erkaklik a'zosi. Bu yerda ikkita g'ovak tana turadi, ikkita tomoniga shunaqa narsa qo'yiladi. Endi yozibdi, kattalashadi ham debsiz deyshadi. Albatta kattalashadi. Chunki bu yerda protez qo'yganingizda g'ovak tanani ichi o'sha chandiqlanib, oldingi holatda jinsiy holatingizni razmeri qanaqa bo'lsa, yoshlikdagi shu davrga yaqin bo'ladi yoki ba'zida undan ham ortadi. Chunki buni ichidagi qo'yilgan protez buni asbobni o'z-o'zidan semirtiradi, ya'ni erkaklik a'zosini semirtiradi, bo'yiga ham o'stiradi. Shuning uchun hozir videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, manfaatli bo'lgan bo'lsa, tushungan bo'lsangiz, kommentariyada yana o'zingiz izohlaringizni qoldiring. Boshqa muammo, savollar bo'lsa ham qoldiring. Ushbu savollarga yechimni keyingi video roliklarda aytib o'tamiz. Siz hali ham menga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna bo'lib qo'ying. Yana bir eslatma, siz yoshsiz, 25-30 yoshdasiz, sizda bu narsa kuzatilmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin o'zingizning oilangizda yaqin otangizda bu muammo kuzatilib, sizga ayta olmagan dardini yashirib turgan bo'lishi mumkin. Agarda siz otangizni tushunsangiz, yuqorida aytib o'tgan holatlarimga moyillik joylari bo'lsa, bir marta bo'lsa ham urologning oldiga olib boring. Savol-javobdan keyin doktor, dadam bilan gaplashdingiz, nima muammo ekan deb albatta shifokordan so'rang. Shifokor dadangizdagi muammoni aytib beradi. Chunki bugungi kunda, hozir bugun meni oldimga bitta otaxon kelyapti shu implant videosidan keyin. 4 ta farzandi bor, 3 ta o'g'il, bitta qiz. Otaxon 60 yoshda. Ayoli shu qandaydir kasallik bilan vafot etgan, olamdan o'tgan. U otaxon farzandlariga ayta olmadi.
hatto qabulimga konsultatsiyaga pul to'lamay kirdi. Bu men nimaga urg'u berib aytyapman? Chunki bolam farzandlarimga ayta olmasdan oldimga kelyapman. Menda shunaqa muammo, ya'ni meni turmayapti 6 oydan beri. Jinsiy aloqa qila olmayman, bolalarim uylab qo'yaman degan, lekin uylashmadi, lekin bitta ayol menga turmushga chiqaman deyapti deb aytdi. Men aytdim, otaxon, ertaga men jicha shu urg'ak tomonidan muammoim bor deb siz birinchi o'zingiz kirasiz, keyin farzandlaringiz bilan gaplashib, farzandingizga yotig'i bilan tushuntirib beraman deb aytdim. Ya'ni sizdagi muammoni men tushuntirsam, keyin siz tushunadi. Siz balkim o'g'illaringizga ayta olmaysiz, balkim o'g'illaringiz sizdan uyalar degan narsani aytib, ruhiyatini ko'tardim. Ertaga qabul kelganda albatta ushbu otaxonni vaziyatini farzandlariga tushuntiraman. U farzandlar agarda otasini tushunsa, holatini bilsa, bunga yechim topib beradi farzandlar. Aytmoqchimanki, siz ham dadangizni bir marta bo'lsa ham yoshi katta bo'ldimi, urolog, androlog shifokori nazoratiga olib boring. Videoni oxirigacha kuzatdingiz, ma'lumot oldingiz. Sizga kattakon rahmat aytaman. Sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa yoki yaqinlaringizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, hoziroq menga obuna bo'lib, like va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring.